Assalomu alaykum azizlar. Bugungi mavzu juda muhim. 23 avgustdan boshlab oddiy xalq hayotida sezilishi mumkin bo'lgan keskin o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Bu faqat tadbirkorlarga yoki faqat davlat ishida yuradigan odamlarga tegishli masala emas. Bu kommunal to'lov qiladigan, bank kartasidan foydalanadigan, nafaqa yoki subsidiya oladigan, kredit to'laydigan, farzandini bog'cha yoki maktabga beradigan, uy-joy hujjati bilan shug'ullanadigan har bir oilaga taalluqli bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men sizga nimaga tayyor turish kerakligini, qaysi hujjatlarni tekshirib qo'yish lozimligini va eng ko'p uchraydigan xatolardan qanday qochish kerakligini tushuntirib beraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'pchilikka vaqtida yetib borsa, odamlar ortiqcha jarima, ovora bo'lish va asabiylashishdan qutuladi. Men avvalo bitta narsani aniq qilib aytaman. 23 avgustdan keyingi o'zgarishlarning asosiy mazmuni shuki, davlat xizmatlari, to'lovlar, qarzdorliklar, ijtimoiy yordamlar va ayrim hujjat tekshiruvlari yanada ko'proq elektron bazalar orqali nazorat qilinadi. Avvallari ko'p narsa qog'ozda. Mahalladagi ma'lumotnoma orqali yoki keyin olib kelaman degan tartibda yurardi. Masalan, odam biror yordam olish uchun ariza topshirardi. Keyin u yerda bitta hujjat yetishmasa ham mayli keyin keltirasiz deb ish yuritilardi. Kommunal qarzdorlik bo'lsa ham ba'zan oylar davomida odamning boshqa xizmatlarga ta'sir qilmasdi. Bankdagi ma'lumot, soliqdagi ma'lumot, kadastrdagi ma'lumot va mahalladagi ma'lumot bir-biriga tez bog'lanmasdi. Endi esa holat boshqacha tomonga ketmoqda. Elektron tizimlar bir-biriga ulanayotgan sari odamning daromadi, qarzdorligi, mol-mulki ro'yxatdan o'tgan manzili, shartnomalari va hatto ba'zi imtiyozlarga haqli yoki haqli emasligi tezroq ko'rinadi. Bu yaxshi tomoni bilan korrupsiyani kamaytiradi, navbatni qisqartiradi. Kim haqiqatan yordamga muhtoj bo'lsa, uni aniqlash osonlashadi. Lekin oddiy odam uchun qiyin tomon bo'lsa, agar eski qarzdorlik yopilmay turgan bo'lsa, agar pasport ma'lumotlari yangilanmagan bo'lsa, agar uy-joy kadastri to'g'ri rasmiylashtirilmagan bo'lsa, tizim sizni to'xtatib qo'yishi mumkin. Oddiy qilib aytganda, avval odam bilan gaplashib hal qilsa bo'ladi degan joylar ko'p edi. Endi bazadagi ma'lumot nima deyapti degan savol birinchi o'ringa chiqmoqda. Shu sababli 23 avgustdan keyin eng katta tayyorgarlik bu vahima qilish emas, balki o'z hujjatlaringizni, to'lovlaringizni va arizalaringizni tartibga keltirishdir. Asosiy kesim bu. Kimlar ehtiyot bo'lishi kerak? Kimlar unchalik xavotir olmasa ham bo'ladi? Birinchi navbatda kommunal to'lovlarida qarzdorligi bor oilalar ehtiyot bo'lishi kerak. Men gaz, elektr, ichimlik suvi, issiqlik chiqindi to'lovi kabi xizmatlarni nazarda tutyapman. Agar sizda 2-3 oy qarzdorlik yig'ilib qolgan bo'lsa, bugun bu mayli, keyin to'layman deb qaralishi mumkin. Lekin ertaga boshqa xizmatlarni rasmiylashtirishda muammo chiqarishi ehtimoli bor. Masalan, bir oila elektrdan 4 ming so'm, gazdan 300 ming so'm, chiqindidan 90 ming so'm qarzdor bo'lib qolgan. Jami 40 ming so'm. Oila boshlig'i bola nafaqasi yoki subsidiyaga ariza topshirmoqchi bo'ladi. Elektron tizim daromad bilan birga ayrim qarzdorlik holatlarini ham ko'rsatishi mumkin. Natijada ariza ko'rib chiqilishi cho'ziladi. Odam esa nima uchun javob kelmayapti deb sarson bo'ladi. Ikkinchi guruh bank kreditlari, mikroqarzlar va muddatli to'lov asosida narsa olgan fuqarolar. Hozir ko'pchilik telefon, muzlatkich, televizor yoki mebelni bo'lib to'lashga oladi. 703 ming so'mlik oylik to'lovni 2 oy kechiktirsa, qarz 1 million 400 ming so'm bo'ladi. Ustiga penya yoki jarima qo'shilishi mumkin. Avval odam boshqa bankka borib yangi kredit olishga urinardi va ba'zan ma'lumotlar kechikib ko'rinardi. Endi kredit tarixi tezroq yangilanadi. Demak, siz bir joydagi majburiyatni bajarmasangiz, boshqa joyda ham sizda kechikkan to'lov bor deb rad javobi olish ehtimoli oshadi. 3-guruh ijtimoiy yordam oluvchilar. Bolalar nafaqasi, moddiy yordam, subsidiya, uy-joyga ko'mak, nogironlik bilan bog'liq to'lovlar yoki boshqa imtiyozlar bo'yicha ariza beradiganlar o'z ma'lumotlarini tekshirib qo'yishi kerak. Chunki elektron tizim oila tarkibi, daromad, ro'yxatdan o'tgan manzil, nomdagi transport yoki uy-joy kabi ma'lumotlarni solishtirishi mumkin. Masalan, ayol kishi 3 nafar farzandi bilan ijtimoiy yordamga ariza beradi. Amalda eri chet elda ishlaydi, lekin rasmiy daromadi ko'rinmaydi. Uy esa qaynotasining nomida, lekin ayol o'sha uyda yashaydi. Agar manzil ro'yxati noto'g'ri bo'lsa yoki oila tarkibida eski ma'lumot qolgan bo'lsa, tizim noto'g'ri xulosa chiqarishi mumkin.
Shuning uchun men kambag'alman, baribir berishadi deb o'ylash yetarli emas. Hujjatdagi holat bilan real hayotdagi holat mos kelishi kerak. 4-guruh uy-joy, yer, kadastr hujjati bilan muammosi borlar. Juda ko'p oilalarda uy boboning nomida qolgan. Meros rasmiylashtirilmagan. Hovliga qo'shimcha xona qurilgan. Lekin kadastrga kiritilmagan. Yer uchastkasining chegarasi eski chizmada turibdi. Bunday holatda odam kommunal abonentni o'zgartirmoqchi bo'lsa, uyini sotmoqchi bo'lsa, ipoteka olmoqchi bo'lsa yoki subsidiya so'ramoqchi bo'lsa muammo chiqadi. Masalan, hovli 1930-yilda otaning nomiga olingan. Ota vafot etgan, farzandlar 10 yildan beri yashab kelmoqda, lekin meros bo'yicha notarial ish qilinmagan. Endi elektron tizimda mulkdor boshqa odam bo'lib turadi. Bu esa rasmiy xizmatlarda to'siq bo'ladi. 5-guruh ish beruvchi va norasmiy ishlayotganlar. Agar odam rasmiy ishda emas, lekin doimiy daromad topayotgan bo'lsa, ijtimoiy yordam masalasida ham, kredit masalasida ham, pensiya staji masalasida ham kelajakda muammo bo'lishi mumkin. Masalan, usta bir oyda 5 million so'm topadi, lekin rasmiy daromad ko'rmaydi. Kredit olmoqchi bo'lsa, bank daromadingiz tasdiqlanmagan deydi. Ijtimoiy yordam so'rasa, ba'zi xarajatlari yoki mulki ko'rinib qolib, daromad manbasi izohlanmagan degan savol tug'ilishi mumkin. Demak, rasmiylik masalasi tobora muhimlashyapti. Kimlar unchalik xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar sizning pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash manzilingiz bazada aniq tursa, kommunal qarzingiz yo'q bo'lsa, kreditlaringizni vaqtida to'layotgan bo'lsangiz, uy-joy hujjatlaringiz tartibda bo'lsa va ijtimoiy yordam uchun ariza topshirganda real ma'lumot bergan bo'lsangiz, katta xavotirga o'rin yo'q. Bunday odamlar uchun o'zgarishlar aksincha qulaylik berishi mumkin. Kamroq qog'oz, kamroq navbat, tezroq javob. Eng birinchi nozik jihat, tizim har doim ham real hayotni to'liq bilmaydi. Elektron baza ma'lumotga qaraydi. Agar ma'lumot eski bo'lsa, xulosa ham noto'g'ri bo'lishi mumkin. Siz allaqachon mashinangizni sotgansiz, lekin rasmiylashtirish oxirigacha qilinmagan. Tizimda mashina hali ham sizning nomingizda turibdi. Siz yordamga ariza berganingizda esa nomda avtomobil bor degan belgi chiqadi. Siz aslida mashinadan foydalanmayapsiz, lekin hujjatda boshqa gap. Shuning uchun har qanday og'zaki kelishuv xavfli. Mashina sotilsa, notarial va ro'yxatga olish ishlari to'liq yopilishi kerak. Uy berilsa, hadya. Oldi sotdi yoki meros hujjati yakunlanishi kerak. Ikkinchi nozik jihat, qarz to'langan bo'lsa ham bazadan darhol o'chmasligi mumkin. Masalan, siz elektr qarzingizni kechqurun to'ladingiz. Ertasi kuni davlat xizmatiga borib ariza topshirdingiz. Tizim hali yangilanmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun muhim ariza topshirishdan oldin qarzni kamida 1-2 kun avval yopgan ma'qul. To'lov chekini saqlab qo'ying. Elektron chek bo'lsa, telefonga yuklab oling yoki skrinshot qiling. Chunki men to'laganman degan gap bilan ish bitmasligi mumkin. Chek kerak bo'ladi. 3-nozik jihat, bir uyda yashayotgan, lekin ro'yxati boshqa joyda bo'lgan odamlar. O'zbekistonda bu juda keng tarqalgan. Kelin boshqa tumanda ro'yxatda, amalda erining uyida yashaydi. Farzandlar bir joyda o'qiydi, lekin hujjatda boshqa manzil turadi. Ijtimoiy yordam, bog'cha, maktab, poliklinika, subsidiya kabi masalalarda manzil juda muhim. Agar siz amalda yashayotgan joyingiz bilan rasmiy ro'yxatingizni moslashtirmasangiz, tizim sizni boshqa hududga bog'lab qo'yishi mumkin. Natijada siz o'zingiz yashayotgan mahallada xizmat olishda qiynalasiz. 4-nozik jihat, telefon raqam va elektron kabinet. Ko'p odamlar bank kartasini birovning raqamiga ulab qo'ygan, davlat xizmatlarida eski raqam ko'rsatilgan. SMS xabarnoma kelmaydi. Keyin ariza javobi chiqadi, ogohlantirish keladi, to'lov muddati tugaydi, odam esa bilmay qoladi. Men tavsiya qilaman, qaysi raqam sizning nomingizda, qaysi raqam bankka ulangan, qaysi raqam davlat xizmatlarida turibdi, shuni tekshiring. Chunki bugun xabar telefon orqali keladi, odamning xabardor bo'lishi ham o'z mas'uliyatiga aylanmoqda. 5-nozik jihat. Tanish orqali hal qilaman degan odat endi ko'p joyda ishlamay qoladi. Chunki xodim ham bazadagi ma'lumotni o'zgartira olmaydi. Agar tizimda qarzdorlik, hujjatdagi nomuvofiqlik yoki noto'g'ri ro'yxat tursa, xodim sizga yordam bermoqchi bo'lsa ham, avval muammoni rasmiy yo'l bilan tuzatishingiz kerak bo'ladi. Bu odamlarni bezovta qiladi, lekin aslida tartibning kuchayishi shuni anglatadi. 6-nozik jihat. Imtiyozlar ham avtomatik tekshiruvdan o'tadi. Masalan, kimdir kam ta'minlangan oila sifatida yordam oladi, lekin keyinchalik oilaning daromadi oshadi. Yangi avtomobil oldi yoki uy-joy holati o'zgaradi. Avval
Bu ma'lumot vaqtida ko'rinmasligi mumkin edi. Endi ko'rinish ehtimoli ortadi. Agar odam imtiyozni olishda noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lsa, keyinchalik ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish talabi ham paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun ariza yozganda hech narsani yashirmaslik kerak. 7-nozik jihat. Jarima va majburiy ijrosi. Agar sizda eski jarima bo'lsa, masalan, yo'l harakati jarimasi, aliment qarzi. Sud qarori bo'yicha qarzdorlik yoki boshqa majburiyatlar bo'lsa, ular ayrim xizmatlarda to'siq bo'lishi mumkin. Masalan, odam avtomobilni sotmoqchi bo'ladi, lekin eski jarima chiqadi. Yoki chet elga chiqmoqchi bo'ladi. Majburiy ijro bo'yicha cheklov borligini aeroportda biladi. Bunday holat odam uchun eng og'ir vaziyat, chunki vaqt ketadi, chipta kuyadi, reja buziladi. Shuning uchun oldindan tekshirish juda muhim. Men sizga aniq reja beraman. Birinchi qadam: shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport muddati o'tmaganmi? Familiya, ism, tug'ilgan sana to'g'rimi? Nikohdan keyin familiya o'zgargan bo'lsa, hamma joyda yangilanganmi? Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari joyidami? Agar hujjat muddati tugagan bo'lsa yoki xato bo'lsa, davlat xizmatlari markaziga boring. Oldindan telefoningiz orqali navbat olish imkoniyati bo'lsa, navbat oling. O'zingiz bilan ID karta, eski pasport, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi yoki kerakli asos hujjatlarni olib boring. Ikkinchi qadam: yashash manzilingizni tekshiring. Siz qayerda ro'yxatda turibsiz? Farzandlaringiz qayerda ro'yxatda? Turmush o'rtog'ingiz qayerda ro'yxatda? Bular real hayotga mos keladimi? Agar siz boshqa uyda yashayotgan bo'lsangiz, vaqtincha ro'yxat yoki doimiy ro'yxat masalasini hal qiling. Buning uchun Davlat xizmatlari markazi, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi yoki elektron davlat xizmatlari orqali murojaat qilish mumkin. Uy egasining roziligi kerak bo'ladigan holatlar bor. Shuni oldindan kelishib oling. Uchinchi qadam: kommunal qarzlarni tekshiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi bo'yicha shaxsiy hisob raqamlaringizni yozib chiqing. Mobil ilovalar, to'lov tizimlari yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilot orqali qarzdorlikni ko'ring. Agar qarz katta bo'lsa, hammasini birdan to'lay olmasangiz ham hech bo'lmasa reja tuzing. Masalan, 1.200.000 so'm qarz bo'lsa, uni 3 oyga bo'lib, har oy 400.000 so'mdan yopish mumkin. Eng muhimi, yangi qarz qo'shilmasin. To'lov cheklarini saqlang. 4-qadam: kredit va qarzlaringizni tartibga soling. Qaysi bankdan qancha qarzingiz bor? Muddatli to'lovlaringiz qachon tugaydi? Kechikish bormi? Penya hisoblanganmi? Buni aniqlang. Agar to'lay olmayotgan bo'lsangiz, bankdan qochmang. Banka boring yoki rasmiy kol markaziga murojaat qiling. Restrukturizatsiya, muddatni uzaytirish, to'lov jadvalini o'zgartirish imkoniyati bor yo'qligini so'rang. Eng yomon yo'l bu telefonni ko'tarmaslik va yashirinish. Chunki qarz o'z-o'zidan yo'qolmaydi. Aksincha huquqiy oqibatlari og'irlashadi. 5-qadam: mulk hujjatlarini ko'ring. Uy, yer, avtomobil, meros, hadya, oldi-sotdi shartnomalari joyidami? Agar uy bobongiz yoki otangiz nomida qolgan bo'lsa, meros masalasini notarius orqali boshlang. Agar qo'shimcha qurilish qilingan bo'lsa, kadastr bo'yicha maslahat oling. Agar mashina sotilgan bo'lsa, ro'yxatdan chiqarilganmi yoki yo'qmi? Tekshiring. Ishonchnoma bilan berib yuborganman degan holat xavfli bo'lishi mumkin. Chunki jarima, soliq yoki boshqa majburiyatlar nomingizga kelishi ehtimoli bor. 6-qadam: ijtimoiy yordamga ariza berayotgan bo'lsangiz, ma'lumotlarni rost yozing. Oila tarkibini, daromadni, mol-mulkni, yashash sharoitini yashirmang. Kerak bo'lsa mahalladan ma'lumot oling, lekin faqat mahalla aytdi deb qolmang. Hujjat bilan tasdiqlang. Arizangiz rad etilsa, sababini yozma yoki elektron shaklda so'rang. Agar xato ma'lumot tufayli rad etilgan bo'lsa, avval xatoni tuzating, keyin qayta murojaat qiling. 7-qadam: telefon raqamingizni va elektron xizmatlarga kirishni tartibga keltiring. Bank ilovalari, davlat xizmatlari portali, soliq ilovasi, kommunal to'lov ilovalarida raqamingiz to'g'ri turganini tekshiring. Agar SIM karta boshqa odam nomida bo'lsa, muhim xabarlar sizga bog'lanmasligi mumkin. Imkon bo'lsa asosiy raqamni o'z nomingizga rasmiylashtiring. Parollarni hech kimga bermang, SMS kodini aytmang. Chunki firibgarlar aynan shunday paytda hujjatingizni yangilab beramiz, qarzingizni o'chirib beramiz, subsidiya chiqarib beramiz deb aldashi mumkin. 8-qadam: rasmiy manbalarni kuzating. Har bir xabarni Telegramdagi noma'lum kanal yoki tanishning ovozli xabaridan emas, rasmiy idora sayti, hukumat portali, davlat xizmatlari markazi, bankning rasmiy sayfasi yoki kommunal tashkilotning rasmiy xabaridan tekshiring.
Agar biror o'zgarish sizga taalluqli bo'lsa, shunchaki eshitib qo'ymang. O'sha idoraga qo'ng'iroq qiling yoki yozma murojaat qiling. Yozma javob keyinchalik sizni himoya qiladi. Demak, 23 avgustdan keyingi asosiy tayyorgarlik vahima emas. Tartib. Hujjatlar to'g'ri bo'lishi kerak. Qarzdorliklar nazoratda bo'lishi kerak. Kommunal to'lovlar kechiktirilmasligi kerak. Bank majburiyatlari e'tiborsiz qolmasligi kerak. Uy-joy va manzil ma'lumotlari real hayotga mos bo'lishi kerak. Elektron tizimlar kuchaygani sari keyin hal qilaman degan odat qimmatga tushishi mumkin. Bugun yarim soat vaqt ajratib, hujjat va qarzlaringizni tekshirsangiz, ertaga bir necha kunlik yugur-yugur, jarima yoki rad javobidan qutulasiz. Sizning oilangizda qaysi masala eng dolzarb? Kommunal qarzmi, kreditmi, subsidiya yoki hujjat muammosimi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday o'zgarishlardan vaqtida xabar topgan odam o'zini ham, oilasini ham keraksiz muammolardan himoya qiladi.